Klubda bor usullar a'zolari bugun biz sizlarga mana bunaqangi upakovka qilingan apparatlarni va undan tashqari har xil turdagi upakovka apparatlarini zo'rg'alab tayyorlab qo'yganmiz. Video davomida men sizlarga tanishtirib o'tadigan apparatlardan birinchidan tanishtirib yengil o'zini ko'rsatib o'tib ketay. Mana bunisi termousadishli upakovka apparati deyiladi. Ya'ni bu hali yangi iPhone upakovkani vakuumdan olishni deysizlar-ku, xuddi o'sha korobkasining ustini vakuum qilib salatan upakovka qilingan apparat shu bo'ladi. Bundan tashqari xotinlar to'ylar yoki ketayotgan kalovishni pechenyelarni usti salafalilarini xuddi shu apparatlarda tayyorlanadi. Ya'ni bu yerga korobka solinadi, qopqog'i shuni yopiladi va albatta vakuumi tayyor bo'lib chiqaveradi. Undan keyingi apparatlarimiz oddiy dazmol upakovkalar deyiladi. Bularni 1 metrdan tortib 20 santimetrgacha bo'lgan turlarini olib kelib qo'yganmiz. Va undan tashqari qo'shimchasiga eng ko'p O'zbekiston sharoitida eng ko'p ketadigan mana bunaqangi sirni palichka yoki mana vakuumli qurutlar, hozir endi yangiliklar chiqib ketdi, sabzavotlarni, ya'ni kartoshka so'zilar to'g'rab turib, salamanga solib upakovka qilib, tayyor bitta ovqat, ikkita ovqat qilib sotishga bunaqangi vakuum apparatlarimiz ham bor. Vakuum apparatlarimizni 260, 400, 500 va albatta 600 modeli ham bor edi. Videoga sig'magani uchun ololmadik. Va undan tashqari uy sharoitida biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun kichkinarangi vakuum apparatlarni olib kelib qo'yganmiz. Qolaversa, mana bu tomonni ko'rib turganlaringizda olinglar kamera. O'zi grammlar, o'zi upakovka qilingan apparatlarimiz bor. Mana bunisi 1 grammdan 100 grammgacha, bunisi 5 grammdan yarim kilogacha, bunisi suyuqlar, ya'ni ayronlar yoki salafanli ayronlar o'shalarda upakovka qiladi. Bunisi yarim kilodan 3 kilogacha upakovka qilingan apparat. Bundan tashqari bu yerda dazmolimizning pedalli versiyasi ham bor. Pastini ezasiz, tevasi ezilib upakovka qilib beradi. Qo'shimchasiga mana bunaqangi upakovka apparatimiz ham bor. Xo'p, men hozir mana shu video davomida shu hamma apparatlarni iloji boricha ishlatib va narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib mana bu stanoyimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu ko'pchilik biladi, FR900 deyilgan model bo'ladi. Bu upakovka qilish bo'yicha chempion bo'ladi. Bunaqangi ko'rinishda upakovka qilib beradi. Mana shunaqangi hozirda ishlatib ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib birlashtirgan sababi videoni oldinga qizdirib qo'ydik. Aqrab olib keling. Mahsulotingizni solasiz. Endi misol tayyor salafanni o'zini olyapmiz. Mahsulotni olib shunday mashinaga bitta qo'yib yuborsalaring bo'ldi. O'zi aqdan tayyor upakovka holatida mana ko'rib turganlaringdek qalinligi taxminan 1 santimetrga teng keladigan mana shunaqangi upakovka qilib chiqarib beradi. Endi bunda nima narsalar upakovka qilish mumkin? Hozirgi kunda sendvichlar chiqqan, ko'rib turibsizlar, o'zlari sendvich, hamburgerlar magazinlarda sotilyapti. Xuddi shu narsalarni shu apparatda upakovka qilsa bo'ladi. Endi bu apparatni ishlash muddati to'kka suqiladi. Oddiy misol, qiz o'zining zapchaslari bor, ha aytgancha bunda data ursa ham bo'ladi. Mana bu idishida o'zini data uradigan temirlari ham bor. Ya'ni mana bu hozir chiqqan joyimizga biratolasi mana shu orasiga data urib ketsa ham bo'ladi. Ishlatish prinsipi juda ham oson. Buni yoqiladi, yaqinroq olib keling kamerani. Buni yoqiladi, bunisi isitadigan, bu sovutadigan. Bu tezligini oshirib kamaytiradigan mana. Ko'rib turganingiz tezligini tezlashtirsangiz ham bo'ladi, sekinlashtirsangiz ham bo'ladi. Ishingizni tempiga qarab. Bu joyda graduslarni regulovka qilinadi. Xo'p, endi biz keyingi apparatga o'tamiz. Buni o'chiramiz. Albatta keyingi apparatlarimiz mana ko'rib turganingiz bu ikkalasi to'ros bir xil ishlagani uchun biz sizlarga bittasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Bunisi 1 grammdan 100 grammgacha upakovka qiladi. Bunisi 5 grammdan yarim kilogacha upakovka qiladi, aytib o'tganim. Endi bularning ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Mana bu apparat asosan ziravorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bu 3 tomonlama upakovka qiladi. Tagini, yonini va tevasini upakovka qilib shu ko'rinishda chiqarib beradi. Bu bir klientimizning mijozimizni bilmay qanaqadir nimalar ekan, ziravor chiqarishar ekan, shuni upakovka qilib tayyorlab qo'ygan edi. Endi eng ko'p hadavor, ya'ni manaqangi semichli upakovka qiladiganlar uchun mana semichkani upakovkasini hammangiz bilasizlar, yaqinroq keling. Tagi, tevasi va albatta orqa tomoni mana bu ko'rinishda yopiladi. Bu apparatimiz xuddi shu ko'rinishda upakovka qilib chiqarib beradi. Ana oddiy misol biz hozir bu semichga boshqa solmadik, tevasidagi yaqinroq olib kelaylik. Tevasidagi apparati ikkiga bo'lingan bo'ladi. Bu grammlar beradi, pastidagisi upakovka qilib chiqarib beradi. Biz hozir oddiy salafanni o'zini chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana misol uchun aytaylik mana. Bitta kesib chiqardi. Mana aytganimdek tevasi, pasti va albatta orqa tomoni. Bu oldi tomon. Sizlar endi o'zlaring mana bu rulon nominiga shu ko'rinishda o'zlaringni aytaylik birorta brendlaringni chiqarib rulon tiqasizlar va albatta shu ko'rinishga keltirib chiqarib beradi. Xo'p, bu apparatni xususiyatlari buni balandligini o'zlaring xohlaganlaricha regulovka qilsalaring bo'ladi.
Ya'ni buni muncha qilib chiqarsalaring ham bo'ladi yoki 30 sm va undan ortiq qilsalaring ham bo'ladi. Bu o'zlarining tablariga va xohishlaringga binoan bo'ladi. Faqatgina mana tarozisi 1,5 kilogacha grammlar chiqarib beradi. Endi keyingi apparatlarimiz shu bilan bir xil ishlagani uchun biz bu vakuum apparatlariga o'tamiz. Biz mana shu vakuum apparatini ilova oldik to'kimizni. Ko'rib turganlarni yaqinroq olib keling. Buni komplektatsiyasidan o'zini yog'i, ya'ni moyi va undan tashqari ko'rib turganlaringdek lentasi bilan spirali chiqadi. Ya'ni mana bu joyidagi mabodo kuyib netib qolsa almashtirish uchun va atorki undan tashqari qo'llanmasi bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik so'raydi, mana plastmassasi nima uchun kerak? Plastmassani ishlatishni ko'rsatamiz. Buni yoqib olamiz. Bu apparat juda oddiy. Buni ko'pchilik qanaqa ishlaydi, ishlatadi deydi. Biz bularni instruksiyasini qaysi mahsulot solganingizda qanaqa qilib regirovka qilishni ko'rsatib qo'yamiz. Bu hozir o'zingizda nastroykasi turibdi. Mana biz hozir qurib olamiz. Mana ochiq, havo chiqib ketgan. Shu tarzda joylaymiz. Mana temirini ko'tarib turib yopiladi va albatta mana bu lentani tevaga chiqish kerak bu joy. Endi mana bu narsa nimaga kerak deganlar uchun mana qurib solganingizda, mana shunday yaqinroq olib kelavering. Bunaqa qurib solganingizda mana bu narsa ko'tarib turishi uchun, ya'ni osilib qolib uzoq ketmasligi uchun chiqarilgan bo'ladi. Endi mana ko'p turganlarni nastroykasini to'g'rilab qo'yasiz, bo'ldi, o'chirib yoqasiz. Qopqog'ini shunday esiz. Bo'ldi. Apparat o'zi ishlaydi. Bitta qadoqlash uchun umumiy sarflanadigan vaqt 23 sekund bo'ladi, o'rtacha hisobda. Undan pastroq, ya'ni 18 sekund, 20 sekund yoki 30 sekundgacha mahsulot turiga qarab upakovka qiladi. Mana bu narsadan qurutimiz ham mana tayyor bo'ldi. O'zi tayyor bo'lgandan keyin qopqog'i ochiladi. Yangi tandirdan uzilganda yana upakovka qilingan. Terasi mana shu yopildi hozir. Shu tarzda kelib chiqadi. Endi biz hozir bularni 26, 40, 50 santimetrlarda bo'ladi. Ya'ni bu nimasi ko'pchilik so'raydi. Olib keling yaqinroq. Mana bu ko'rib turganlaring 260 model hisoblanadi. Ya'ni bu tomonida 26 santimetr, bu tomonida 26 santimetr upakovka qilingan joyi bo'ladi. Bu o'zi asosan juda ko'p joylarda faqat bir tomon, ya'ni oldi upakovka qiladi xolos. Bizni zakazimiz bo'yicha zavod ikki tomonlama qilib upakovka qiladigan qilib chiqartirib kelganmiz. O'zimizni zakazimiz pad zakaz qildirganmiz Ateletdan, Xitoy zavodidan. Endi keyingisi bu tomoni 80 sm rabochiy zonasi bo'ladi. Undan keyingisi 50 sm. Bundan xuddi shu 50 dan bo'ladi. Endi biz hozir buni kichkintoydan ishlatib ko'rsatib beramiz. Udinimizni olib bunga suqamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringda buni hozir buni nastroykasini to'g'rilab berganmiz. Mana bu ochiq boshqa qurib, mana haligi professionallarda bo'lgan. Endi buni mana ochiqdan hozir upakovka qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, bunda oddiy upakovka qilish funksiyasi ham bor. Ya'ni bunga olsangiz mana sayling. Bu o'zi faqat upakovka qiladi. Ya'ni mana yerda havo so'raydigan nimasi kirib ketdi, shlang. Bu vakuumni o'zi. Bunda asosan konteyner idishlar hozir so'rasa bo'ladi. Buni orqa tomonida mana shlang ulaydigan joyi ham bor. O'zining komplektatsiyasidan shlanglari ham chiqadi. Endi bu vakuum sealing havosini tortib upakovka qilishni. Biz o'zimiz mahsulotlarni og'zini ochib, mana bu tiliga kiritamiz. Ko'rib turganlaringdek, upakovka qilingan joyidan o'tishi kerak, albatta. Buni yopamiz. Qirsatib yopilishi kerak ikkala tomondan. Bo'ldi, yopildi. Endi start tugmasini bosamiz. Bu apparatimiz ham o'zini o'sha vaqti bo'yicha, ya'ni 15 sekunddan 20 sekundgacha bo'lgan vaqt oralig'ida upakovka qilib beradi. Sababi buni katta narsalar va qilmagan hisobiga vaqt ozroq. Agar sizlar uzunroq, lekin og'zi tushgan narsa upakovka qilmoqchi bo'lsalaring, upakovka vaqti, vakuum vaqtlarini uzaytirishlari mumkin. Tayyor bo'lgandan keyin o'zi signal beradi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi degandan keyin signal beradi. Mana, ujro mahsulotimiz tayyor. Endi buni olsa bo'ladi. Bu joydagi tugmasini ikkala tomondan ham bo'ladi. Essalar ochiladi. Mana. Mahsulotimiz tayyor. Bu professional vakuum apparatda qadoqlangan, bu oddiy o'sha kichkinasi tayyorlangan. Bu kichkina bo'lishiga qaramasdan o'zini kategoriyasi, o'zini toifasiga kiradigan vakuum upakovkalar ichida eng zo'ri deb bemalol aytamiz.
Chunki bu salafan tanlamaydi. Ko'rganlaringda bir xil. Bu tomoni ham silliq, bu tomoni ham silliq. Bir xilda bo'lgan salafanni upakovka qildik. Ya'ni bu apparatni juda ko'pchilik biladi, juda ko'p joylarda sotiladi. Arzon turlari bor, lekin ular bir tomoni katay-katay, bir tomoni tekis bo'lgan salafan tanlaydigan vakuumatorlar bo'ladi. Bunisi professionalning, bu professionalning bo'lib bular darajasida emas, lekin o'zining kategoriyasida aytib o'tganda eng zo'ri deb aytaveramiz. Sababi u salafan tanlanadi. Kichik biznes boshlash uchun yoki farzandingizni bo'sh vaqtida, ya'ni yaqin yoz kelyapti, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun va albatta pul strategiyasini o'rganish uchun mana shu stanovlardan foydalanib ish boshlayverishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bizda hozir yana bitta qolib ketayotgan apparatimiz mana bunisi bo'ladi. Buni ham o'chiramiz. Dazmol apparat. Endi buni standart ko'proq nima deydi? Aytaylik, qirqligini olishadi. Qirqligi sababi kattalashishdan bitta oldingisi va kichikliklari eng kattasi hisoblangan. Bu sizlarga hozir 20 sm ning ishlatib ko'rsatib beraman. Mana bu oldida nimasi bo'ladi? Gradusini belgilaydigan knopkasi bo'ladi. Graduslarni bemalol ko'tarib tushirsangiz bo'laveradi. Salafanni nimasiga qarab. Qalin yupqaligiga qarab. Mana endi biz hozir mana apparat, bu salafanni oldik yana. Biz bu holatda qo'yyapmiz, sababi orqasida bunaqa narsasi borligi uchun bu holatda qo'yyapmiz. Buni ham ezganimizdan keyin mana bu chirog'i o'chgungacha ushlab turamiz. Mana hozir chirog'i o'chdi. Endi olishimiz mumkin. Mana. Ko'rib turganlaringiz o'zi upakovka qildi, faqat bu ingichkaroq bo'ladi. Ko'rinyaptimi videoda? Shu ko'rinishda ingichka qilib upakovka qilib beradi. Ochilmaydi. Qo'yib yubormaydi ham. Yopishib qoldi. Xuddi shu ko'rinishda 20 sm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bo'ladi. Faqat hozir bizda 50, 80, 91 qolibdi. Bularda 700lik ham bor. Faqat baqa kadrga qo'ymabmiz. Shu va shunga o'xshash stanovlar kimga zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Albatta savollar bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, narxlarni aytib o'tmayapmiz. Narxlarni oxirida aytyapti deb achchiqlanib chiqmasin. Prosta esimdan chiqib qoldi, videoga berilib ketdi. Mana bu FR9 modelimiz hozirgi kundagi narxi $195 tashkil qiladi. Va mushukchani boqamiz, bexosni boqamiz, ana chiqib qoladi. Bunisi 1 grammdan 100 grammgacha upakovka qilingan apparatimizning narxi $1280 tashkil qiladi. Bunisi 5 grammdan boshlab to yarim kilogacha upakovka qilingan apparatimiz $1750 tashkil qiladi. Endi bu kategoriyalarga keladigan bo'lsa, bular narxini отдельно aytamiz telefon orqali. Sababi bularning narxi hozir to'g'risi yordamda yo'q, uni kompyuterdan ko'rib aytib beraman. Bundan tashqari DZlarda narxlarga keladigan bo'lsak, mana bunisining narxi $390. Bunisi hozirgi kunda $498 chiqadi. Bunisi bo'lsa 500 modeli, hozirgi kunda $595 tashkil qiladi. Eng kichkina vakuumatorimiz bo'lsa $150, ya'ni hozirgi kurs bo'yicha 1.830.000 pul bo'ladi. Endi bularga keladigan bo'lsak, bular juda har xil, o'sha razmeriga qarab chiqib ketaveradi. Ya'ni mana bu eng arzoni hozirgi kunda 250.000 bo'ladi, tashkil qiladi. U ag'aga ketaveradi, narxlar ko'tarilib, sizlar xohlagan razmerlarga qarab chiqib ketaveradi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting.